Sir emas, uzoq yillar davomida tibbiyot sohasida qator muammolar to'planib qolgan edi. Shu bois so'nggi yillarda prezidentimiz tashabbusi bilan sohada tibbiy islohotlar amalga oshirilyapti. Xususan, fiziatriya va pulmonologiya xizmatining yetarli darajada integratsiyalashmaganligi, respirator kasalliklariga tashxis qo'yish va ularni davolashda zamonaviy usullarni samarali tatbiq etishga imkon bermayotgan edi. Fiziatriya va pulmonologiya sohasida mutaxassislar tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimi zamon talablariga javob bermay qolgan edi. Buning natijasida ayniqsa hududiy muassasalarda fizioxirurg, fiziourolog, fiziopediatr, fiziooftalmolog, fizioginekolog, fiziopediatr hamda pulmonolog kabi malakali mutaxassislarga katta ehtiyoj tug'ilgan edi. Bundan tashqari, fiziatriya muassasalarining moddiy texnik bazasi nochor, tibbiy jihoz va texnikalar taqchilligi tufayli sil kasalligiga chalingan bemorlarga o'z vaqtida to'liq va sifatli tibbiy yordam ko'rsatishga talay muammolar yuzaga kelgan edi. Shu bois prezidentimizning 2019-yil 13-fevraldagi ixtisoslashtirilgan fiziatriya va pulmonologiya yordamini ko'rsatish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ushbu qaror ijrosi natijasida aholi salomatligini muhofaza qilish, sil infeksiyasidan himoyalanish, o'pka kasalliklarini tarqalishini oldini olish, barqaror sanitariya epidemiologiya holatini saqlab turish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan respublika ixtisoslashtirilgan fiziatriya va pulmonologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Toshkent viloyati filialiga noyob tibbiy uskunasi olib kelindi. Ayniqsa, ushbu markazning reanimatsiya bo'limining maqtanishga arzigulik malakali shifokorlari va moddiy texnik bazasidagi o'zgarishlar haqida maqtanib gapirish mumkin. Reanimatsiya bo'limi tuberkuloz bilan kasallangan bemorlarni, o'ta og'ir turlar bilan kasallangan bemorlarni o'ziga jalb qiladi va davolash standartlari olib boriladi. Davolash standartlari butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti standartlariga asosan olib boriladi. Bizda oddiy terapevtik bo'limlarga nisbatan bemorlarni o'ta og'ir holatda qabul qilamiz va davolashlarni olib boramiz. Ayni vaqtda prezidentimizning qarorlari bilan juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Biz tibbiyot markazimizda o'ta zamonaviy holdagi apparatlar taqdim qilindi. Tuberkuloz kasalligining qaysi turi bilan chalinganiga qarab va o'sha yondosh kasalliklarning kelib chiqishiga qarab, yondosh kasalliklarning kechishiga qarab biz bemorlarni saralaymiz va davolash standartlari olib boriladi. Toshkent viloyati fiziatriya pulmonologiya markazi reanimatsiya bo'limi oxirgi yillarda juda katta natijalarga erishyapmiz. Sababi fiziatriya pulmonologiya yo'nalishiga respublika buqasida bo'lgan e'tibor bizlarni juda ham rag'batlantirdi. Ayni vaqtda biz bu rag'batdan unumli foydalanyapmiz. Sababi bizga o'sha eng zamonaviy turdagi tibbiy reanimatsion jihozlar taqdim qilindi. Oxirgi 7-8 yil ichida bizda reanimatsiya bo'limimiz juda ham tubdan farq qiladigan darajada bo'ldi. Mana o'zlaringiz ham ko'rdinglar, bizda o'sha oxirgi zamonaviy reanimatsion apparatlarimiz ayni vaqtda ish faoliyatida. Biz 7 yil oldin shunaqa bir zamonaviy binomiz, zamonaviy apparatlarimiz bo'ladi deganda umuman ishonmaganmiz. Shu bilan birga tuberkuloz va o'pka kasalliklarini oldini olish chora-tadbirlarini kuchaytirish hamda 2022-yil 18-mart kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sog'liqni saqlash sohasi vakillari bilan tibbiyotdagi islohotlar inson qadri uchun mavzusidagi ochiq muloqoti doirasida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlanishini bugun Toshkent viloyati fiziatriya va pulmonologiya markazida ko'rishimiz mumkin.